Assalomu alaykum kanalımızdan muhtaçları. Bugün ikimiz Ray Center bazarının yanında stadionun arka tarafında 400 metr kvadrat 2 qavatlı havlu joy bilan tanıştırıp ötsek. Bu yerda yine Pajanning xotuna ega 2 qavatlı zo'r meslarda joylashgan havlu joyimiz. Elde Toshkent Cycle o'ralgan. Eldinda meni haddalari bor. Toza fasilkalikda joylashgan havlu joyimiz xonasi. Bismillah deb başlayımız. Elde 16 ve 24 razmerde düşken havlu joyimiz. Yaşaş üçün mo'ljallab solingan joy. Bu yerda redki kamdan kam chiqadi joylarimiz. Hammayni oq foynalar ham derevyanniy svetdan urilgan. Letniy hojatxonasi eldinda. Bu yerda spalik mestalari, otizlik mestalari ko'rib turganimizdan qilingan ekan. Elde tambur qilingan. Atapleniya sistemasini giraverishimizga joylashtirgan ekanlar. Bu yerda shpakulovkadan chiqqan. Bu yerda registra, bir dana shu registrlari ham, kotyol ham, boshqa montajlar bo'lgan. Ko'rib turganimizdan elektromontajlar polniy bo'lib, hammasi bo'lib shpakulovkadan chiqqan. Kolonnalar quyma ravishda chiqqan. Polniyni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda yana ochiq hamma narsa ko'rinib turibdi. Kolonnalarning chiqqani o'zi yashash uchun solinib turganlari, geraverish donallarimiz yine keng tushgan. 400 kvadrat metre qurilish qilingan. Zal joyimizga kiradigan bo'lsak, yine bu yerimizda pishgan karushdan solingan ekan. Beri pishgan karushdan solingan ekan buni. Kolonna setkalar o'ralib 8 ga 6 razmerda zal tushgan. Zalımızdan zavodlar ekan bu yerda. Patologlar gipsokardondan polniy chiqqan. Hammerimiz yine patologları gipsokardondan çıkıp ayak deyileriz teşkil bulup duruptu bir de. Bir yerde bir yine registrlarını koyuş gerek. Registrlarını 10 numara yine koyulup duruptu. Registrlar ama alıngan buluşu mümkün. Bir tane cümlesi külçoklar ama menese koyulgan eken. Az onu görüp videomuzun devamında görüp bararımız. İç anda olsa varam aytıp ötemiz. Birinci kavat, ikinci kavat elektromontajları çok getip düzeltilgan. Lessisalar yine aylanma şekilde çıkan. Azı ikinci kavattan görüp ötemiz. Birinci kavatımızda bir zal düşken. Bir yerimizde kuxnya joyi. Kuxnyamızda polniy teyleri yine podval. Yine teylerini polniy görüşümüz mümkün. Yine çok getirip patologlarını fondan ham çıkarıptı ama yine. Galagen mesalaları internete girgen. Hem böyle damasın telefon internete girip tutup yine. 5 ga 6 razmerde düşken kuxnyamiz. Kuxnya optu bu. Berimizde bir spalni düşken. Spalnimizden endi azı bedi svetni yo'qolib tuttu. Patologlarni yine chiroylatib chiqarib, shu fondan urib, bir niyaga ishlatib chiqargan patologlarni. Bu yerimizdan 5 ga 6 razmerda tushgan. Buni ham podval qilingan. Ko'cha tarafdan girib bemalol kelsa bo'ladi. Hozir ko'cha tarafini ham ko'rib o'tamiz. Bu yerimizda vanna joyi. Vanna joyidan bir xona olibdi berina. Birinci qavatimiz plita bilan bostirilgan, sesmalar o'tgan, hammasi pishgan karushdan o'tgan ekan. Shunda berimizniki 220 ga 5,5 razmerda vanna tushgan. Bu joyimizni shu durishunda sotib qo'yiladi. Endi narxlarini ekranlarimizga yozib qo'yamiz. Bemalol kelib savdolashib olishingiz mumkin. Bu yerda yine Pajanning xot tarafdan daroza qo'yilgan mashinangiz uchun suv sho'tchiklar qo'yilib turibdi. Bu yerda bemalol 3 mashin sig'adi. 3 mashinlik mestasi bor. Ikkinchi qavatimizda yine ullu bir zal tushgan bu yerda. Ullu zal tushgan. Zalimiz ham 11 metrlik zal. 11 metr emas, ko'p. 16 metrlik zal. 16 metr bazı işi görüp duranımız 16 metre 24. 16 ga 24 razmerda tushgan.
Berimizde yine podval kısmı. Podval kısmına birden girip çıksam boladı. Şimdi spalni teyip olandan keyin birden eshik qo'yib, bemalol girip chiqsa bo'ladi. Xodovga hisob et. Shunda birinchi qavatimizda ulluzundan bir zal, dalanlar keng, xonalar ullu tushgan, 1-2 xona, bir zal, bir spalni tushgan. Основной xonalarimiz ikkinchi qavatda joylashgan. Patologlarni yana dim qo'shiraytib chiqarganlar bu yerni. Qarasa ikkinchi qavatdan yurib o'tamiz. Yine lestitsalarimiz ham çok ketib ishlangan ekan. Yine kolonlar bir de her bir yerde kolonlarını koyup taklap çıkıptılar bir de. Şimdi keng uluca yine. Bir ayna düşken, 2 ayna düşken yarılık için. İbiyede balkon düşken. İbiyede yine bir ayna düşken ekan. Bir de patologla yine işlengen. Birimizden halasa bölüp berse boladı. Bölüp durip bu ulu zal isapandayında azı kılıngan bu nerse. Kolondan doğrusundan bölse ulu zal oladı bir yan. Zalımızın üstü oladı. 8'e 6 razmiyede olup düşedi. Bir yerden ilik eken, bir yerde yine balkonlarım aylanıp taklanıp duruptu bir yerde. İkinci kavattan elektromontajlar kılıngan. Ataplama sisteması ötüp duruptu. Şpaklövkeden çıkıp fon ya aboya karap duruptu eken. İkinci kavatımız mı indi? Bir de dalanını göre de olsak yine patologlarının nakışları işlenip duruptu. Birimizde bir spalni düşken. Yine görünüşü galagenlik pestalar hemen çıkıp duruptu. Çok ketip. Birinci qavatımız plita bilan bastırılıp, ikinci qavatımız ağaç bilan bastırılgan. İbyanımızda indi yine bir xonamiz. Bu xonamiz ham spalni yine. Yine spalni patologlarni ishlab joylatib qo'yibdilar. Bu yerdan ko'radigan bo'lsak, hammerimiz toza xo'jalik. Sel arakda 100 metr yursak, Raycenter bozor. 200 metr yursak, Urganch davlat universitetining yanına boramiz. Hamma narsaga, hamma yere udobniyda mesalar joylashgan mesta ekan. İkinci qavatimizning sanuzeli yana shunday shaklda tushgan ekan. Ataplama sistemalari o'tgan. Bu yerda yana vajlarni chiqarib qo'yibdilar. Hamma o'zini. Bu yerda birinchi qavatimiz pishgan, ikkinchi qavatimiz aralash ekan. Yine ağaç bilan bastırılgan, üstünde yine loy tartılıp, pol yemmesini taklap, üstünden şipir kılıngan ekan. Şunda ikinci qavatımızda berimizde bir zal, 2 spalni, bunda ikinci zal. 16 metrlik zal, 5 metre 16 metrlik zal düşkən yine. Patologları işlenip taklap tuttu. Ya görüp ötkenimiz birinci qavatın elektromontajları, birinci qavatın özüniki eken, bir de ikinci qavatın elektromontajları edilin eken. Mayın bunda görmepmiz bana. Yine bir de ikinci qavatın elektromontajları bu. Hem birini 3 tane şit koyulgan eken da şunda. Birinci qavat için 2 şit koyulgan, ikinci qavat için 1 şit koyulgan eken. Esa gördük joyni, indi qolganini gelip üstünde savdolaşıp, məsləhətləşib, egaləri bilan bemalol gaplashib olishlaringiz mumkin. 400 metr kvadrat aytib o'tganimizdan narxlarni ekranlarimizga yozib qo'yamiz aytsalar. Ana keyin bemalol gelip savdolashishlaringiz mumkin. Esa e'tiborlaringiz uchun katta rahmat deb qolamiz. Keyingi roliklerimizda görüşünce hayır. Sağ olun, selamat olun.